Qizlar menga jewelry jar degan narsani jo'natishdi. Bu yerga men o'zim taqaman, bu yerga apamga berib yuboraman. Bu yerda prям juda ko'p narsa. Birinchidan bu shunaqa tsepочка va serежки. Menga yoqayapti, nежный ko'rinyapti, o'zim kiyaman. Keyingisi bu shunaqa soat. Ichi Tiffany rangda. Albatta men buni kiyaman, men soatlarni juda yaxshi ko'raman. Keyingisi bu shunaqa braslet. Menimcha bugun hammasini o'zimga qoldiraman. Keyingisi bu shunaqa sirg'alar. Bu ham yoqayapti. Men ham buni taqaman. Sorry sister. Bu menga katta. Buni opamga qoldiramiz. No, men bunaqa narsalar uncha ko'p kiymayman. No, как будто men uchun too much. Zada. O, типа Cartier. Как раз. Men buni taqaman. Buni детализациyaga qaraylar. Это самый красивый браслет в моей жизни. Я его оставлю себе, конечно же. Oxirgisi bu shunaqa Cartier braslet. Bu ham menga. Chunki menda Cartier uzuk, to'g'rimi? To'g'ri. Вот bizda shunaqa jewelry jar raspakovka bo'ldi. Pastda magazinni qoldiraman. Aytgancha ular xohlaganingizdek taqincholar solishish mumkin va albatta random emas, отдельно ham tanlashingiz mumkin. Nomamcha mana shunaqa randomlarni olish juda ham qiziq, chunki barcha ukrasheniyalar juda ham chiroyli, sifatli keladi va syurpriz effekti bo'ladi. Menimcha bular bilan men golden holic bo'lib qolaman.